Qanday erkaklar xiyonat qilmaydi? Haqiqatdan ham xiyonat qilmaydigan erkaklar bor. Bunday erkaklar ichki qadriyatiga ega, hech qanday mas'uliyatdan qo'rqmaydigan, o'z hayoti uchun, o'zini hissiyotlari uchun mas'uliyat ola oladigan va bitta ayolni tanlab, unga sodiq yashay oladigan erkaklar hisoblanadi. Bunday erkaklar o'z hissiyotlarini boshqara oladigan erkaklar hisoblanadi. Ular doim o'zini ustida ishlaydi, rivojlanadi va bundan tashqari erkak qanday oilada katta bo'lganligi ham juda ham muhim. Agar oilada otasi, onasiga juda ham yaxshi munosabat qilgan bo'lsa, sodiq bo'lgan bo'lsa, albatta bu oilaviy ssenariyni erkak o'zini hayotida ham takrorlaydi. Sodiqlik bu inson yetuk shaxs pozitsiyasida ekanligining natijasi hisoblanadi va uni pul, go'zallik yoki nazorat orqali shakllantirib bo'lmaydi. Bu insonning o'zida bo'ladi. Bunday erkakni hayotiga jalb qilish uchun ayol ham o'z qadr-qimmatiga ega, qadriyatlariga ega yetuk shaxs pozitsiyasida bo'lishi kerak.